Assalomu alaykum. Hop, yana avvalgi faslimizni boshladik. Ustalar ko'pchilik tavsiya qilyapti ekan, noldan ko'rsatdim deb. Men ko'rsatyapmiz. Birinchi holatda burchagini chiqarib olyapmiz. Biz buni burchagini 50 santiga, mana 50 sm, 50 sm. Shunga sirkulni olyapmiz. Birinchisi mana. Hop, mana sirkullarimizni birinchisini aylantirib oldik. Hozir ikkinchisini aylantiramiz. Mana arqa tomonni oldik, mana sirkul chiqarib oldik. Mana ikkinchisini ham chiqaryapmiz. Sababi bu nimaga ikkinchisini chiqaryapmiz? Bu oldi tomonga. Birinchisi nimaga qilinyapti? Bu sirkulda avvaliga boshlang'ichda bu. Arqa tomoni bu. Arqa tomonni belgilash uchun qilinyapti. Misol arqa tomoniga sirkul обязательно zararda, buni sirkul iyilishi uchun. Bunisi mana hozir bu tomonga 10 sm yukseklikdan qatiramiz, tepasiga qatiriladi. Avvalda shuni kelib turib, metr sirkulimiz bo'lsa, mana shuni kelib iyilib, bu yerda to'xtaydi. Rekasi bor, nima reka qatiramiz degan. Hop, mana podsvetkani mana tagida nimasini mana qatirib oldik mana. Mana qatirib oldik tagida oson. Tepasiga mana reka qo'ydik, mana. Endi uje mana nimasini qo'yishni boshladik, tushunmi mana? Sirkulga chiqarib, bunimiz mana 10 ga 10 mana. Chiqarib boshladik. Endi bu ro'parasidan bitta nima aytdim? Mana aytdim ko'rsatavra. Hop, buni endi har doim 50 qilib turganimiz sababi, mana hozir men aytdim, iyamiz yuksak kartona, shuni shu chegaradan boshlab bu tomoniga ketishimiz kerak. Biz har doim 120 tomoniga iyamiz. 120 tomoniga iyilganda zavodni o'tishish kerak buni. Sababi orqasiga ara solinganda bu tomoni kesilib qoladi. Hozir iye turganimizni ham ko'rsatamiz. Mana ikkala tomonini ham asos tekizligini qo'yib oldim, mana burchagiga qolyapti-da, mana burchagiga. Kuch. Kevaya barakat şeyler. Eng yavaş.